Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kaderli kardeşler. Bugün yine şu Kur'an Sürülerinin Kimliki degan kitaptan Sürüleyl öğünüp ötsek kardeşler. Bu bir birlikte öğünüş olatıdı. İnşallah hemimizninki bu öğünüştüm bir payda alalıydığımıza işinimiz. Tüngen Süre E'la'lı okup kentik. Bugün Süre Leyl'ni okup eyle. Kaydırlı kardeşler. Kur'an sürülerinin kimliki hem de şu her bir sürününki nazil buluş tertibi, yani nima uchun nazil bo'ldi, nuzuli sebep. Ondan keyin shu vaqtdagi sharoit musulmonlarniki. Ondan başqa bu sure, bu ayet, bu sure zaten nima demoqchi bizga? Asosiy maqsad muddasini bizga bir qator analiz qilib, hayotimizga qanday tatbiqlash to'g'riliq bizga ba'zi ipuçlarni berdi. İnşallah hemimizdeki payda alalaydiganligi ishonman. Yani bizga hidoyat talab qilgan bolalar ezib ketibsa, sen bu Qur'on sapıqligiga, Qur'on bilan ezib ketibsa deydiganlar. Allah hidoyat qilsin dedi. Allah bizni hidoyat qildi, Qur'onga akib qo'ydi. İnşallah bu Qur'on bizningki hidoyat yo'limiz. Allah shu Qur'on bilan hidoyat qildi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shuni aytgan, Qur'onni aytishga elchimizni. Uning shu risolati Qur'on. Şunu bunu tushunmasak bizga foyda bermaydi. Bir narsa o'qiydi ekanmiz, o'qigan narsa tushunmasak bo'lmaydi. Tushungan narsa tushungandiki uni amal qilishga yuzlangan gap. Amal qilgandan keyin o'zimizni yaxshilash tarafga mang'an gap. Şu her bir insan özünü yaxşılagandan keyin bu Allah'ınki sünneti uchun men yaqında bir qavmni o'zgartmayman, faqat o qavm o'zini o'zgartmaygicha. Yani bir qavmma, bir millatma, bir jamiyatma bireydin, bir neferdin tarkibda bu. Anda olgandan keyin o'zimizni o'zgartishimiz kerak. O'zgartishning nimasi, reçetesi nima desa, şu Qur'oni Kerim. Qur'oni Kerimni qanday o'zgartibdi ekan desa, jamiyatni shu 23 yil nazil bo'lish jarayoni qarasanglar 13 yil Makka, 10 yil Madina bosqichi. Anda olgandan keyin shuni qarata hamda o'zgarishimiz kerakda. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Leyl suresi to'g'riliq bir qaz o'rganib o'tsak, surening ismi birinchi oyatda tilga kecha ma'nosidagi Leyl so'zidan ilingan. Qarang'uliqi olamni qoplagan kecha bilan qasamki, Leyl Qur'on tilida ishidan yuritqili bo'ladigan qarang'uliqning ismi bo'lib, kechining qarang'uliqidan qutulish uchun kechidan qutulish shart emas. Uning ishida turibmi qarang'uliqdan qutulg'ili bo'ladi. Ay yuriqi buning tipik dalili. Yani shunday bir qarang'uliq borki, uni ishidan yuritqili bo'lmaydi. Qur'on bu xil qarang'uliqni zulumat deb ataydi. Onun birlik shakli zalam bo'lib, bu qarang'uliq kecha qarang'uliqqa o'xshamaydi. Uningdan qutulish uchun uning ishidan chiqish lozim. U xuddi botilga o'xshaydi. Botilning ishida turib haqiqatga erishgili hargiz bo'lmaydi. Shunga botildan qutulish lozim. Zulmat bilinmagan va ko'rinmagan narsa bo'lib, kecha jaholat insoni nazarida ilohga o'xshaydi. Kecha jaholat insoni nazarida ilohga o'xshaydi. Jaholat, nodonlik, inson qo'rquv his qiladigan bir zamon tilimidir. Qur'on bu jaholat tushunchisini rad qilib, kechining Allohning bir maxluqi ekanligini ta'kidlaydi. Shunda kechalar borki, ming oydan xayrlik bo'lib, mana bu kechada Qur'on nazil bo'lishga boshlagan. Basir va olim bo'lgan Alloh uchun kecha va kunduzdan farqi bo'lmaydi. Sure bazı tefsirlerde vel leyli deb atalgan.
Buxoriy va Tirmizida birinchi oyat bilan atalgan. Men anaqa hadisni inkor qildi deb men inkor qilmay oldim. Buxoriy, Tirmizi deb turgan. Sura Risolatning dastlabki mezgilida Makkada nozil bo'lgan bo'lib, suraning temisi va uslubi buni dalillamoqda. Ya'ni bir suraning nerede nozil bo'lishi muhim bo'lganga o'xshash, bir gapningmi qayerda qilinganligi, o'rni, kimga qilindi, nima uchun qilindi, bular hammasi muhim. Shuningdek bir oyatni juppida qisqacha qisib olib, uni hammaga ishlatkil olmaydi. Uning o'zidagi ishlatilgan yeri va uning boshqa oyatlar bilan bog'lantisi va bog'lanishi va shu bularni aql degan shu bog'laydigan narsa uchun davomdan keyin aqlimizni ishlatib Qur'onningki oyatlarini shu uchun o'rganmasak chatoq chiqadi. Sura Risolatning dastlabki mezgilida Makkada nozil bo'lgan bo'lib, suraning temisi va uslubi buni dalillamoqda. Suraning Madinada nozil bo'lgan deguchilar bosh qahramoni ansarlardan Sabit bin Dahdat el-Balavi bo'lgan bir infoq voqeasini 5-oyatdan tortib 10-oyatgacha nuzul bo'lish sababi deb ko'rsatdi. Bu to'g'ri uslub emas. Chunki yillar ilgari nozil bo'lgan bu sura yoki oyatlar bilan yillar keyin yuz bergan voqea orasida munosabat qurish Qur'on naslining vahiyga bir jonli xitob nuqtai nazari bilan qaraganligining natijasidir. Yani Qur'on naslining vahiyga bir jonli xitob nuqtai nazari bilan qaraganligining natijasidir. Suraning Madinada nozil bo'lganligi haqidagi qarashni An'am surasida o'ttirib qo'ygan o'lchamlar tasdiqlamaydi, ya'ni rad qiladi. Sura dastlabki mezgildagi nuzul tartiblarida A'la, Fajr surasining orasida o'rin olgan bo'lib, bu suraning kechiga qasam qilish bilan boshlangan tunji sura ekanligini bildirdi. Tilga ilingan kechining muhatobga ma'lum ekanligi ma'nisini bildiradigan elif lam kechining qo'shimchasi bilan al-layl deb tilga ilinishi va shohid qilingan holda boshlanishi mazkur kechining xitob qilinguchi, ya'ni muhatоб Rasululloh biladigan kecha ekanligini bildirmoqda. Buning Qur'on nozil bo'lgan kecha bo'lish ehtimolligi yuqori. Bizning izohatlik nuzul tartibimizda sura 10-o'ringa yerlashtirildi. Sura xitob qilinguchida mol-mulkni qanday sarf qilish engini shakllantirishni maqsad qilmoqda. Mol-mulk insonga Alloh tomonidan berilgan bir omonat bo'lib, omonatga xiyonat qilmaslik lozim. Shohid bo'lish mu'minning mas'uliyatidan biri. Mazkur sura 2 jup shohidni guvohchi qilish bilan boshlaydi. Birinchisi maxfiy va oshkora berilgan sadiqani iymon qilgan kecha va kunduzni. Ikkinchisi faqirlik va boylikni hayotning qo'shma qutblik qonuniyati ichida tushunishimiz uchun bu mizonning eng tipik misoli bo'lgan erkak kishilikni shohid qilish bilan boshlangan. Bunga masalda insonlarning kishilik hayotdagi ijtimoiy o'rni, xizmat sohasi va doirasidagi o'xshamasliklarga kishining diqqatini buraydi. Andin insonni mol-mulkining quli emas, uning xo'jayini bo'lishga chaqirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu iza taradda diyen ayet sadaqallahu lazim. Kimiki Allah üçün təməssiz halda bəsə və Allahqa muhtaç ikənligi düşüncəsi bilən hərəkət qılsa, bilibdir bir muhtaç ikənligini. Həm də texmi yaxşısı bilən mükafatlanğanlığa işənsə, yəni muhtaçlıq bəlkə yaxşılıq qilish muhtaçlığı bo'lishi mumkin-da.
ishonsa, onunğa huzur va xushallikqa erishtiradigan yo'lni osonlashtirib beramiz. Kimiki bexillik qilsa va o'ziga yetarlik deb bilsa, o'zini Allohdan behojat hisoblasa, hamda eng yaxshisini vahiyni inkor qilsa, onunğa qiyinchilik va falokat bilan to'lgan yo'lni o'ng'aylashtirib beramiz. O cehennemge beşçilap taşlangan vaqtda Allah razılık için teng bəxriman bolmagan meli onu qutquzub qalalmaydı. Şuna vay cehennemge ket Allah balasını balayını versin deganlar diqqat qilsak, o cehennemge bakamka kiremeydi ekan insoncha. Cehennemge mo kimki bexillik qilsa va o'zini yetarli deb bilsa, hemen bilmeyen ya küçü, Allah muhtacım yok da. Hem de en yaxşısını, yani vahiyini inkar kılsa, yine Kur'an-ı Kerim'den. Onunla kıyınçılık ve felaket bilen tolgan yolunu olaylaştırıp birimiz. Çünkü üzerinizi talladığınız yolmuş. Aşılmış olaylaşıp gidiyorken de o cehennemge beşirçilap taşlanan vakitte Allah razılık için ten bəxriman bolmagan meli onu qutquzub qalalmaydı deyil. Bu ayetlerde Allah tarafından ikram kılıngan mal mülkünü başqalar bilen teng bəxriman buluş yoki bolmaslıqning aslida insonning zihnidagi Allah tasavvuri, oxiratga iymon va mas'uliyat axloqi bilan munosabatli ikiligi bayon qilingan. Berilgan nimetni Allah yo'lida sarf qilguchiga jannatga yetkazadigan yo'l osonlashtirib berildi. Yani 7. oyatda. Bu sebepten mümin şunu unutmaslığı ve tüvendeki anını özüde yitildirishi lazım. Allah bendeden her gizma eliş üçün bir nersini talep kılmaydı. Aksice onunla teximi köp bir iş üçün sarf kılışkı buyuruydu. Kayıt okuyla. Allah bendeden her gizma eliş üçün bir nersini talep kılmaydı. Aksice onunla teximi köp bir iş üçün sarf kılışkı buyuruydu. Doğru yolunu görüşüşke şak şüphesiz biz mesulmiz. Degen Allah mal mülk amanatiga xiyanat qilguvchilarni agahlandırıp sizlarni lavaldab turgan otdan agahlandırman deydi. Cenab-ı Hayat'ın qışı degeni bəsən küpüydü deyen gep. Yani Allah'ın kanununda, Allah'ın matematikisida elivetsek o küpüydü iken. Biz insanların matematikisida ağasak azıydı o. Allah küpeydi diken onun için. Mal mülkni başqalar bilan teng bəxriman bo'lganda, qarshi tarafdan texmi ko'p nafga ega bo'lish va yoki boshqa bir niyat bilan bəxriman bo'lmaslik kerak. Bu hisob axloqiga munosabatlik. Har narsaning axloqi bo'lganda, buning hisob axloqiga munosabatlik deydi. Halbuki vahiy muhatabida hasbi axloq emini shakllantirdi. O Allah uchun xolislikdir. Yani fakat Allah rızalık için kılıştır. Allah razılık için. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî yu'ti mâlehu yetezekka ve mâ li ahadin indehu min ni'metin tucza illa ibtigâe vecihi rabbihil a'la. Sadakallahu azim. O şundak kişidir ki meleni Çin dilinden Allah razılık için sarf kılıp pakılınıdı. Bunu emelge aşırganda herkesime biravning yaxşılıqını yandırış için emas, fakat Ulug' Rabbinin razılıqını qo'lga keltirish ishtiyaqi bilan qiladi. Magabni anlanglar. O şundak kişidir ki meleni Çin dilinden Allah razılıkını sarf kılıp pakılınıdı. Bunu emelge aşırganda herkesime biravning yaxşılıqını yandırış için emas, fakat Ulug' Rabbinin razılıqını qo'lga keltirish ishtiyaqi bilan qiladi deydi. Aqib diken men qilib qo'yay. Emasken, Allah'ın rızalık için qilmaya bu ishni edi. Aş adamni Allah'ın rızalık için qilgan deb tushunish kerak ekanda. Sura doim eskertilish kerak bo'lgan haqiqatlarni eslatgan holda oxirlashidir. Allah uchun sarf qilish ayrılıp qilish emas, aksicha hassalab qilishdir.
Kadirli qarindoshlar, bu sure bizde mal dünya qarashimizni sure Leyl suresi o'zimizningki mal dünya qarashimizni qaytadan ko'rib chiqishimizga da'vat qildi ekan. Demak, biz mal dunyoga bo'lgan qarashimizni ko'na, masalan, islomiy deb qarab olgan xato qarashlar bor, masalan, uchun pul, mal dunyo odamni ozdiradi. Jiq malninki foydasi yo'q deb. Aksicha undaq emas. Alloh qancha bersak bizcha shuncha xo'sh bo'ladi. Nima ish qilsanglar, agar biz ishlamasak, biz bir ishni qilib pul topmasak, halol yo'l bilan, ondagi topgan pulimizni juqlab yetib olmay, uni boshqalarga bersak, ajrning kattasiga erishib ekanmiz. Ya'ni mal bizni imtihanken, yani mal biz için amanet deb qarasak, o amanetni joyiga yetkizsak, inşallah o amanetni savobga aylantirsak, biz texmi ko'p narsaga erishalik ekanmiz. Yani mal bizni az dolmaydigan, ammo biz o'zimiz nafsimizga ergashsak, Qur'onning tashig'i chiqsak, Rasulullohning sunnatining tashig'i chiqsak, biz ozod ekanmiz. Shuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu dunyo va oxiratda deb ikkili shun yaxshi narsalarni tilaydi Allohdan. Shunga biz Allohdan tilashimiz kerak. Allohdan tilagan eng kattasini tilashimiz kerak. Chunki Allohningki yendiki narsa, Allohning g'azinasi tugab qoladigan ish yo'q. Shunga Allohningki bugungi ishinglarni, xizmatinglarni yaxshi qilishinglarni, ko'plab halol pullarni tepishinglarni, ko'plab bu orqali texnik ko'p kishiga foyda yetkazishimizni tilayman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Allohga omonat bo'ling. Va alaykum assalom.